Faqat bitta narsani bilinglar, bu tez hojatxonaga yugurtirishni boshlaydi. Поэтому agar o'qish bo'lsa, ish bo'lsa, sal kamroq ichib ketsin, uyga kelishi bilan ko'proq ichib yorsa, ichinglar aylanishi boshlaydi. Ya'ni moddalar almashinuvi yaxshilanadi. Disbakteriozlar yaxshilanadi. Kishayishnikdagi spazmlar yechiladi va har xil mikroblar o'ladi. Shuni hisobiga yuzda o'zgarish juda ham zo'r bo'ladi. Ko'chada yurganimda 90% o'smirlarning yuzini ko'raman, juda ham achinarli holatda, ya'ni husnbuzar, toshmalar, har xil yuz sarg'ayib ketgan, cho'rni tochka, hamma muammo bor. Nega? Buni sababi birinchi navbatda ichaklarning buzilishida o'rtoqlar. Har xil narsa surasizlar yuziga, maskalar qilibsizlar, rezultat yo'q, ya'ni natija yo'q. Demak, buni asl muammosi ichaklar buzilishida, ya'ni ich kelmasligi, zapor deydi buni rus tilida. 3 kunda, 2 kunda bir keladigan ich bu normal holat emas. Normal holatda yosh bo'ladimi, yosh katta bo'ladimi, endi ayniqsa o'smirlarda har kun ich kelishi kerak. Demak, bu juda ham qo'pol narsa bo'lsa ham, lekin bu bizning muammomiz, chunki bizga o'smirlarni olib kelyapsizlar, yuz rasvo, juda ham yomon holatda, lekin ich bilan, ichaklari bilan ishinglar bo'lmayapti. Demak, sizlarga eng osoni bitta retsept o'rgataman. Bu qadimgi retsept, qaynanam retsepti desam ham bo'ladi. Buning uchun sizlarga nima kerak bo'ladi? Birinchi navbatda mana shu chernosliv va turshey kerak bo'ladi. Demak, turshey va qora olxo'ri kerak bo'ladi va eng kerak narsa bu laktofiltrum. 2 mahal ertalab, kechqurun och qoringa, ya'ni mana shundan oldin ichib yorish kerak bitta tabletka. Buni qanaqa tayyorlaymiz qizlar? 100 gram olasizlar ikkalasidan, 1 litr suvga, qaynab turgan suvga solib, yarim soat qaynatasizlar. O'sha atvar kompotini kun davomida bola ichib yurishi kerak. Ertalab och qoringa laktofiltrum ichib yoradi va orqasidan mana shu atvar, ya'ni buni sokini, kompotini ichadi. Qancha ichkisi kelsa shuncha ichsin. Ugrilardan xalos bo'lish uchun faqat vrachlarga murojaat qilish yetarli emas o'rtoqlar. Uyda ham bolalaringizga, farzandingizga o'zingizlar ozgina yordam berishinglar kerak. Sog' salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Agar badandagi husnbuzarlardan qutulish retseptimni to'lig'ini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada akne so'zini yozib qoldiringlar. Har bittangizga to'liq retsept jo'natamiz.